Yana bitta xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Abay MFda ikkita katta oila bemalol yashaydigan joy. Toshkent shahariga 55-60 km, Food Cityga ham 65-50 km. Yana kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan yozsa, lokatsiyasini tashlab beraman. O'sha yerda aniq necha kilometrligini chiqarib beradi. Fasad qismini o'zi 56 metr. 56 dan ozgina o'tadi. Eniga 46. Mana bu tomonida ham ko'cha bor. Bu yerda gaz, svet, suv bor, ichimlik suv kelgan. Gazni birinchi kirib kelaverish mana shu yerda ekan, qulog'i. Shu yerga ketadigan mana shu qishloqqa. Mana xonadonimizning orqa tomonida ham ko'cha bor. Bu tomonida ham ko'cha bor. Mana bu yerda ekish maydonini sug'orish uchun ariq bor. Mana shu yerdan to'silar ekan. Ikkita oila bemalol yashaydi. Mana bitta oila bu yoqdan, bu tomonidan darvozasi bor o'zi, narigi tomondan ham alohida hozir ko'rasiz. Uyning ichiga kirganimizda umumiy maydon 30 sotiq. Xonadonimizga hozirgi kunda so'ralayotgan boshlanish narxi 40 ming AQSh dollari, yana ozgina kelishadigan joyi bor. Ichimlik suvi kirgan. Mana bu ekin ekish maydoni. Ikkita asosiy binosi bor. Ikkita asosiy binosida 4 ta xonadan yashash xonalari bor. Mana bitta kirganingizda birinchi asosiy binosi. Kirasiz, to'g'rida bitta xona. Xonalari yaxshi holatda. Kirib bemalol yashaydigan holatda, endi baribir hamma o'zi uchun kelgandan keyin ozgina supur-sudur qilib bo'yaydigan joylari bo'yaladi. Kraska qiladigan joyi kraska qilinadi. Mana yana bitta xonasi. Anchadan beri bu yerda hech kim yashamaganligi sababli mana bu yog'i ikkinchi asosiy binosi. Mana shu ikkita uyning o'rtasida ham anchagina joy bor. Mana katta. O'shaning uchun bemalol ikkita oila yashasa bo'ladi. Mana bu garaj, tovuq xonasi, tandir xonasi, mana bu ombor, mana kladovka. Bu tomonni ham hozir kirib ko'ramiz. Bu yog'ini ham holatlari yaxshi. Oshxonasi ekan. Ichkari tomoni xonasi. Yana bitta xonasi. Xonalari kirib kelib boya aytganimda yashaydigan holatda. Mana bu asosiy binomizni yon tomonida ham ancha bemalol joy bor. Bu yerga ham qo'shimcha imorat qilsangiz, boya aytganimdek, ikkita oila yashaydigan bo'lsa, bu tomondan garaj qilib, mana qanday imorat qilsangiz bo'ladi, chiroyli qilib turib, hojatxonasi va nariyoqda. Bu yoqda alohida mana darvoza qilsangiz bo'ladi. Bu tomonda ham yo'l bor dedim. Mana bu sug'orish arig'i. Bu xolasa olsangiz, achimaysiz, chorva qilaman desangiz ham chorvachilikka bemalol bu joylar. Qo'y, mol boqaman deydiganlar. O'zi mana shu yerdan o'zi darvozaga joy qoldirilgan bo'lsa kerak menimcha, mana ochiq joyi. Telefon nomerlari qoldiraman.
Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsangiz, lokatsiyasini tashab beraman, aniq manzillarini kelib turib, xat hujjatlarini, kadastrini bemalol ko'rib, tekshirib, joyida mana atroflarni ko'rib, o'zingiz ko'zingiz bilan har doim aytamiz, 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deb. O'shaning uchun joyiga kelib ko'rganingiz baribir boshqacha. Telegramda yozsalaringiz tashab beramiz. Manzillari hammasini. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.